Eng zo'r latundan qilingan filtr bo'lsa ham, agar uni noto'g'ri o'rnatilsa, siz xohlagandek natija bermasligi aniq. Xo'sh, o'rnatish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchisi, filtr korpusida maxsus strelka mavjud va u suv oqimi yo'nalishi bilan mos kelishi shart. Teskari o'rnatish filtrni foydasiz qilib qo'yadi. Ikkinchisi, filtr o'rnatilganida vertikal holatda ham, gorizontal holatda ham egilgan, ya'ni qiya qismi pastga qarab turishi kerak bo'ladi. Uchinchisi, o'rnatish imkoniyati. Filtrni devor yoki mebellarning orqasiga o'rnatmaslik kerak. Sababi filtrni ichidagi setkasi, ya'ni to'rini vaqti bilan tozalab, almashtirib turish kerak bo'ladi. Qo'shimchasiga, filtrni hisoblagichdan oldin suvni to'xtatish va elementni demontaj qilish imkoniyati bilan o'rnatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. To'rtinchisi, filtrdan oldin va keyin sharsimon jo'mrak, ya'ni sharo ekran o'rnatish kerak va bu butun suv ta'minotini o'chirmasdan filtrni almashtirish yoki yuvishni ancha osonlashtirib beradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, filtrni to'g'ri o'rnatish, uni yaxshisini tanlash kabi albatta muhimdir. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosib, yaqinlarga ham ulashib qo'yinglar. Bizga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin. Aytgancha, filtrni o'rnatayotganda yana nimalarga e'tibor berish kerak? Izohda yozib qoldiringlar.